Bro, nega buncha jahldorsan? Otang seni rosa kaltaklagan deb o'ylaysanmi? Sen otang men bilan tenglasha olmaydi ham. Men senga haqiqiy g'azab nima ekanligini ko'rsataman. Barcha bolalikdagi travmalaring bo'ladi. Ular qaytib keladi. Kechalari otang kirib kelib seni urgan paytlarni eslaysan. Men sening joningni olaman, tushundingmi la'nati? Men umuman maktabga bormaydigan bo'ldim. Tungi 3gacha uyg'oq uxlolmayman. Maktabda esa ko'zim ochiq turmasdi. Eslayman, taxminan 2 yoki 3-sinfda edi. Partada uxlab qolardim. O'qituvchim hatto partamni olib qo'ydi va meni tikka turishga majbur qildi. Men esa kichkina bola bo'lsam ham ichimda bore degandek bo'lib borib yerda uxlab qolganman. Lekin maktabdagilar Shon yomon bola deb o'ylashardi. Ular esa meni tungi 3gacha uxlolmasligimni bilishmasdi. Eslayman, yotoqda o'tib Xudoga ishonishni qachon to'xtatganimni ham eslayman. Juda aqldan ozdiradigan narsalar edi. Jin ursam, biroz vaqt ber. Menimcha bu odamlar tushunmaydigan narsalardan biri. Xuddi travma. Shvetsariyalik psixiatr Karl Jung har bir inson ichida bir nechta shaxs arxetiplari borligi haqida g'oyani ommalashtirgan. Birinchisi bu bizning personamiz yoki dunyoga ko'rsatadigan niqobimiz. Persona shakllanish jarayoni bolalikdan boshlanadi. Odamlar bilan aloqa o'rnatish, ularga yoqish va istagan narsamizga erishish uchun. Bizni tanqid qilishadigan salbiy tomonlarimizni esa chuqur bostiramiz va keyinchalik ular soyamizga aylanadi. Persona ijobiy sifatlar asosida shakllanadi va uni umumiy qilib shunday shior bilan tasvirlash mumkin. Boshqalarni xursand qil. Agar siz Joker filmini ko'rgan bo'lsangiz, Artur Flick bosh qahramon taqib yuradigan persona kabi niqobda. Uning onasi unga u yaxshi inson ekanligini va boshqalarni kuldirishini aytadi. Artur esa o'zining yaxshi odam ekanidan faxrlanadi va bolalarni xursand qilish uchun masxaraboz bo'lib ishlaydi. Bolaligida Shon Strickland o'zining yaxshi fazilatlari uchun hech qanday rag'bat olmagan. Na alkogolik otasidan, ya'ni xotinini va o'g'lini doim uradigan insondan. Mening otam og'ir alkogolik edi, ichardi, keyin esa tabletkalar qabul qilardi. Men deyarli hamma narsadan nafratlanardim. Maktabda unga qamoqxona sen kabi odamlar uchun qurilgan deb aytadigan o'qituvchilar ham bor edi. Uning bobosi Shon uchun boshqalarga qaraganda yaxshiroq inson sifatida ajralib turardi va Shon Strickland o'zini aynan uning obraziga o'xshatib shakllantirardi. Ammo Shon uchun afsuski, uning bobosi neonatsist edi. Men 12 yoshdan boshlab ko'chalarda yurib, qo'llarimga svastika chizib, turli noto'g'ri ishlarni qilardi. Bu narsa Shon uchun uning personasi, ya'ni neonatsizm bo'lib shakllandi. Lekin albatta jamiyat buni rad etdi, xuddi film qahramonlari kabi. Artur Flick ruhiy jihatdan kasal, jamiyatdan chetlatilgan inson edi. U qanchalik yaxshi bo'lishga harakat qilmasin, jamiyatga moslasha olmadi. Shon Strickland bilan ham xuddi shunday bo'lgan. Uning neonatsist personasi jamiyat tomonidan qabul qilinmadi. Persona rad etilganda esa insonning ichidagi soya kuchaya boshlaydi. Karl Jung fikricha, soya bu jamiyat qabul qilmaydigan barcha xususiyatlar yig'indisi. Har bir insonda soya bor. Agar u ongli hayotda ifoda etilmasa, u yanada qorong'u va kuchliroq bo'lib boradi. Anti-qahramonlarda ham soya mavjud bo'ladi va ko'pincha qorong'u triada bilan bog'lanadi. Narsizm, makiavelizm va psixopatiya. Ham Shon Strickland ham Artur Flick misolida eng ko'p ko'rinadigan xususiyat. Psixopatiyaga yaqin anti-ijtimoiy xulq hisoblanadi. Psixopatlar odatda og'ir anti-ijtimoiy shaxsiyat buzilishi bilan bog'lanadi deb qaraladi. Bu sog'likdagi shaxsiyat buzilishi bo'lib va impulsivlikning keng tarqalgan modeli. Empatiyaning yo'qligi, tajovuzkorlik va ijtimoiy normalarga moslasha olmaslik bilan tavsiflanadi. Bu ikki qahramonni bog'laydigan barcha xususiyat impulsivlik. Oqibatlari haqida o'ylamasdan impulsiv tarzda harakat qilishga moyillik. Men bu ovozni boshimda eshitaman. Jin ursin, nimadir qil. Men shunchaki o'tiribman, la'nati buni qil, nimadir qil.
Filmda ham bu bir necha marta kuzatilgan. Uning qo'shni kvartiraga bostirib kirishi, uni xiyonat qilgan hamkasbini o'ldirishi va Joker qilgan deyarli barcha ishlarda. Artur Jokerga qanchalik ko'p aylanib borgan sari, uning xulq-atvori shunchalik impulsiv bo'lib boradi va oqibatlar haqida o'ylash tobora kamayib ketardi. Anti-ijtimoiy shaxsiyat buzilishining keyingi belgisi ijtimoiy normalarga bo'ysunishni rad etishdir. Men kiyim ishlab chiqarish kompaniyam va bir nechta ustaxonalarimni ochganimda bekor yurgan ishchilarimga shunday deyman: qattiq ishla, tugatmaguningcha ovqat yo'q. Intervyularning barchasida jangchilar odatda tavsiyalarga amal qiladi va o'zlarini ma'lum bir tarzda tutishadi, lekin Shon Strickland doim yo'ldan chiqib ketadi. O yo'q, men qizil lak bo'yalgan tirnoqlarni va IKEA soatlari bor chempioni jahlini chiqardim. O yo'q. Telbalarcha gaplardan tortib har kimni og'zaki haqorat qilishgacha bu ijtimoiy normalarga aniq mos kelmaslik, lekin paradoks shundaki, odamlar uni aynan shuning uchun yaxshi ko'rishadi. Xuddi shu narsa Jokerga ham tegishli. Butun film davomida u ijtimoiy normalardan tobora uzoqlashib boradi. Uning xulq-atvori tobora zo'ravon va jirkanch bo'lib boradi. Oxir-oqibat esa o'zining eng yuqori nuqtasiga teleko'rsatuv paytida yetadi. U standart ssenariyga amal qilish o'rniga butunlay o'zini yo'qotadi. Keyingi xususiyat empatiyaning yo'qligi. Shon Strickland va Joker boshqa odamlar nimani his qilayotganligini tushunmaydi. Shuning uchun ularning harakatlari boshqalarga qanday ta'sir qilishini ham anglay olmaydi. Shon hamma bilan shafqatsiz va qo'pol tarzda og'zaki hujum qilish bilan tanilgan. U boshqalarni haqorat qilayotganda ham xursand va tetik ko'rinadi. Go'yo bunday gaplar hech qanday og'riq keltirmayotgandek. Yo'q, seni tugatishim shart emas. Buni orqangda sening murabbiying qiladi, odatdagidek. Hatto bunga ko'nikib qolgansan. Uning so'zlari odamlarda qanday his-tuyg'ular uyg'otishini u tushunmaydi. Strickland ko'pincha o'z haqoratlari, tanqidlari va keskin gaplari uchun hech qachon uzr so'ramagan va ayb hissini ham sezmagan. Filmda Jokerda empatiya yo'qligining yorqin misoli uning bir ayol bilan bo'lgan munosabati. Artur unga oshiq bo'ladi, lekin u ayolning unga nisbatan qiziqish bildirmayotganligini tushunmaydi. U ruxsatsiz uning kvartirasiga kiradi va ayolning qo'rquv hamda noqulaylik holatini sezsa ham, uning hissiy azobini anglay olmaydi va hamdardlik bildira olmaydi. Bularning barchasi oxir-oqibat oxirgi umumiy xususiyatga olib keladi. Egocentriklik. Shon o'zini eng yaxshi his qiladi. Hamma e'tibor faqat uning atrofida bo'lganda, hatto buning uchun boshqalar qurbon bo'lsa ham. Agar boshqa jangchilar undan ko'proq porlay boshlasa, u bor kuchi bilan diqqatini yana o'ziga qaytarishga harakat qiladi. U ishtirok etgan har bir matbuot anjumanini ham boshqarishga harakat qiladi. Artur dunyosida ham hamma voqealar uning atrofida aylanayotgandek tuyuladi. Lekin tik turish paytida zal ochiqchasiga unga qarshi bo'lsa va hech kim kulmasa ham, u tushkunlikka tushmaydi va chiqishni davom ettiradi. Uning e'tibori va e'tirofga bo'lgan ehtiyoji ijtimoiy signallardan ustun keladi. Bunday odamlar o'zlarini olam markazida deb hisoblaydi va ko'pincha shaxsiy manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'yadi. Shunday bo'lsa ham, nima uchun biz anti-qahramonlarni yaxshi ko'ramiz? Shug'ullan erkak, agar senda qandaydir muammo bo'lsa, shug'ullan. O'zingni tarbiyala, senga ko'p odamlar mashq qiladi. Ko'pincha biz anti-qahramonlarni yoqtiramiz, chunki ularda o'zimizning kamchiliklarimizni ko'ramiz. Ularning xatolari va muvaffaqiyatsizliklari ularni insoniy qiladi. Filtrlar va soxtaliklar ko'paygan dunyoda haqiqiy, mukammal bo'lmagan shaxs mukammal ko'ringan odamdan ko'ra jozibaliroq tuyuladi. Lekin nima uchun bu ikki intellektual insondan biri yovuz qahramon darajasiga, UFC chempionligigacha yetdi? Joker va Strickland yo'llarining farqi ularning ichki soyasiga bo'lgan munosabati bilan tushuntiriladi. Artur o'z soyasiga berilib ketdi. U Joker shaxsiyatini to'liq qabul qildi va salbiy impulslar uning harakatlarini boshqarishga yo'l qo'ydi. Natijada uning hayoti nazoratdan chiqdi. Shon Strickland esa aksincha qildi. U o'z soyasini inkor etmaydi, balki uni ochiqqa chiqaradi. Ichidagi qorong'ulikni tan olib, uni janglar orqali yo'naltiradi. U o'zining qorong'u tomonini inkor qilmasdan, uni foydali yo'lga yo'naltirdi. Uni yaxshilik uchun ishlatdi. U mukammal emasligini, buni qabul qilish kerakligini tushundi va shu orqali rivojlandi. U o'z hayotidagi muammolarga qaramay, bugun erishgan insoni bilan faxrlanadi. O'z jarohatlariga qaramasdan, boshqalarga yo'l ko'rsatuvchi nurga aylandi. Uning yo'li shuni ko'rsatdiki, inson hayotda uchraydigan qiyinchiliklarga qaramay, baxtga erishish hanuz mumkin.
Jenurson, men sizlarni yaxshi ko'raman. Esingizda bo'lsin, belimda oltin kamar hech narsani anglatmaydi, lekin sizlar tufayli men bugun kim bo'lsam ham, bu mening uchun har qanday la'nat kamardan ham qimmatliroq. Men sizlar tufayli eng yaxshisiman. Rahmat yigitlar.